Jahon chempionati 2026 boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Bu chempionatda 48 ta jamoa, tarixdagi eng yirik chempionat bo'ladi. 12 ta guruhdan iborat bo'lib, 104 ta o'yin bizlarni kutib turibdi. Kanada, Meksika va AQSh davlatlari bunga mezbonlik qiladi. Jahon chempionati 12 ta guruhdan iborat terma jamoalarga taqsimlab chiqildi. A guruhida Meksika, Janubiy Koreya, Janubiy Afrika hamda Chexiya jamoalari o'rin oldi. Bu guruhda mutaxassislar fikricha Meksika yaqqol favorit, Janubiy Koreya va Chexiya jamoalari ikkinchi o'rin uchun kurashadi. Balki Janubiy Afrika ham bu guruhda nimadir o'zidan mutaxassislarga o'zgacha fikr qoldirishi mumkin. B guruhi Kanada, Bosniya, Gersegovina, Qatar va Shveysariyadan tuzildi. Bu guruhda Kanada bilan Shveysariya boshqalarga nisbatan favoritroq deb hisoblanmoqda. Bosniya Gersegovina 3-o'rin uchun Qatar bilan kurash olib boradi. S guruhi bizlarga Braziliya, Marokash, Gaiti, Shotlandiyani terma jamoalaridan tuzildi. Braziliya bu guruhda yaqqol favorit. Marokash ikkinchi o'rin uchun asosiy da'vogar hisoblanmoqda mutaxassislar fikricha. D guruhida yana bir mezbon Amerika, Paragvay, Avstraliya va hamda Turkiya jamoalari kurash olib borishadi. Bu guruhda Amerika hamda Turkiya o'rtasida kurash guruh taqdirini hal qilishi mumkin. E guruhi Germaniya, Ekvador, Cote d'Ivoire hamda terma jamoalarida kurash olib borishadi. E guruhida Germaniya bu guruhda yaqqol favorit, Ekvador hamda Cote d'Ivoire play-off uchun kurashishadi. E guruhi F guruhi Niderlandiya, Yaponiya, Shvetsiya, Tunis jamoalari bu guruhdan o'rin olishdi. Niderlandiya va Yaponiya eng kuchli juftliklar bo'lib, keyingi bosqich uchun chiqishga yaqqol favorit bu guruhda. G guruhida Belgiya, Misr, Eron hamda Yangi Zelandiya jamoalari kurash olib borishadi. Belgiya tajriba va tarkibga ega, Misr va Eron kuchli raqiblar bo'lishadi. H guruhida Ispaniya, Urugvay, Saudiya Arabistoni, Copa Verde jamoalari kurash olib borishadi. Ispaniya favorit, Urugvay tajribasi bilan xavfli jamoa. I guruhida Fransiya, Senegal, Norvegiya hamda Iroq jamoalari kurash olib borishadi. Fransiya favorit, Norvegiya va Senegal ikkinchi o'rin uchun kurash olib borishadi. Norvegiya ham Senegal ham tarkibida juda kuchli o'yinchilar bor. Qiziqarli guruhda. G guruhida Argentina, Jazoir, Avstriya hamda Iordaniya jamoalari kurash olib borishadi. Bu guruhda Argentina terma jamoasi, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi favorit, Avstriya hamda Jazoir play-off bahslari uchun kurash olib borishadi. K guruhi va nihoyat biz bu guruhga yetib keldik. Bu guruh haqida biz qancha gapirsak ham oz. Bu guruhda Portugaliya, Kongo va vakillarimiz O'zbekiston terma jamoasi va Kolumbiya jamoalari kurash olib borishadi. Portugaliya va Kolumbiya favoritlar bular guruhdagi emas, balki chempionatda ham favoritlardan biri. O'zbekiston esa tarixiy natija uchun kurashishlari bu guruh uchun kerak. El gruppasida esa Angliya, Xorvatiya, Gana hamda Panama terma jamoalari o'rin olgan. Bu gruppada yaqqol favorit Angliya, Xorvatiya tajribali jamoa va xavfli jamoa. Gana Xorvatiyaga biroz qarshilik qilib ko'rsatsa kerak. Mana shu guruhlarga bo'lindi terma jamoalar. Biz bor e'tiborimizni butun chempionatga va K guruhiga alohida e'tibor qaratamiz. Chunki vakillarimiz ushbu guruhdan o'rin olishgan va ularga biz omad tilab qolamiz.